O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan uyushgan jinoiy guruhning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Joriy yilning 6-fevral sanasida Toshkent, Farg'ona, O'sh yo'nalishida katta miqdordagi xorijiy valyutani noqonuniy ravishda Qirg'iziston Respublikasiga olib chiqib ketishga uringan uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan nuqta qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyatidagi Chag'ali qishlog'i hududida joylashgan nazorat postida o'tkazilgan tekshiruv chog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan, Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi Mirzaliyev Bahromjon Hasanboyevichning davlat raqami 40R816LA Nexia rusumli avtomobili ko'zdan kechirilganda 1,658,159 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdoridagi xorijiy valyuta topildi. Surishtiruv tergov jarayonlarida aniqlanishicha, bu faoliyatni maxsus jinoiy guruh amalga oshirgan. Ya'ni guruh a'zolari O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 1983-yilda tug'ilgan Narimbetov Ozodjon Hikmatullayevich, 1980-yilda tug'ilgan Tojiyev Davron Rahmatullayevich, 1983-yilda tug'ilgan Ilhomov Anvar Rustambekovich va 1980-yilda tug'ilgan Fayziyev Salohiddin Nuriddinovichlar xorijiy valyutalarni Toshkent shahrida yig'ib, guruh yetakchisi 1976-yilda tug'ilgan To'ychiyev Farhod Abdukarimovичga topshirishgan. Mazkur holat bo'yicha To'ychiyev xonadonida o'tkazilgan tintuv chog'ida qadoqlash jarayonida bo'lgan 1,379,626 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari topildi. Aniqlanishicha, To'ychiyev Farhod xonadonida yig'ilgan pullarni Mirzaliyev Bahromjon o'z avtomobilida Farg'ona viloyatiga olib borgan va guruh a'zosi 1976-yilda tug'ilgan Yo'ldoshev Boborahim Mamatg'oziyevich orqali jinoiy guruh a'zosi 1985-yilda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Yo'ldoshev Iskandar Karimberdiyevichga yetkazib bergan. 1971-yilda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Ziyovuddinov Bahriddin Shamsiddinovichga esa bu pullarni chegaradan olib o'tish vazifasi yuklatilgan. Ular har kuni taxminan 2-4 million AQSh dollari miqdoridagi pullarni noqonuniy ravishda O'zbekiston chegarasidan olib o'tishgan. Tekshiruvlar chog'ida umumiy qiymati 3,37,785 AQSh dollari musodara qilindi. Aniqlangan holatlar bo'yicha guruh a'zolariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, surishtiruv tergov jarayonlari davom ettirilmoqda.